Payg'ambarimiz alayhissalom bir kishini namoz o'qib, undan keyin bir duo qilayotganini eshitib qoldilar. Bir odam namoz o'qibdi, namozdan keyin quyidagi duoni qilyapti ekan haligi odam sahoba. Allohumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu duoni qilyapti ekan. Ya'ni kul Allohu ahad ichidagi oyatlar bilan duo qilyapti. Ey Alloh, men sendan o'zga iloh yo'qligi, sen yakka yagona as-samad, tug'magan va tug'ilmagan tenging yo'qligiga guvohlik berib so'rayman dedi. Shunda eshitib payg'ambarimiz alayhisalom qarab aytdilarki, vallazi nafsi biyadihi, jonim qo'lida bo'lgan zotga Allohga qasam ichib aytamanki, dar haqiqat ismi azam bilan so'radi, u bilan so'rasa beriladi, duo qilinsa ijobat qilinadi dedilar. Bu Imom Abu Dovud, Nasoiy, Termiziy, Ibn Mojalar rivoyat qilgan hadis.